Patent kuyishining asosiy sababi patent olgandan keyin 2 oy ichida trudovой договор olib, уведомление topshirmaslikda. Уведомление topshirmaganlar patenti annulled bo'ladi. Patent kuygandan keyin 1 yil davomida patent ola olmaysiz. Bu haqda bizga juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Sababi ba'zilar 2 oy ichida rasmiy ish topa olmaydi va уведомление topshirishga kech qoladi. Bizni beradigan maslahatimiz shuki, patent olgandan keyin rasmiy ish topa olmasangiz, dostavka, ya'ni yetkazib berish xizmatlariga ishga joylashing va o'sha dogovorni gosuslugadan topshiring. Уведомление yuborishga yordam kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bu bilan siz patentingiz kuyishini oldini olasiz va ish topguningizcha daromad qilib turasiz. Dogovor olishingiz doim o'sha joyda ishlash majburiyatini yuklamaydi. Boshqa ish topganingizda o'sha ishga o'tib ketaverasiz. Dostavka ishiga joylashish uchun sizga yordam kerak bo'lsa, Damirjon ukamizga +7 966 822 40 02 raqamlari orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.